Tramp siyosati sabab 145 ming nafar bola ota-onasidan ayrildi. AQShning 145 mingdan ortiq voyaga yetmagan fuqarosi prezident Donald Trampning muhojirlarga qarshi siyosati tufayli kamida ota-onasidan biridan ajraldi. Bu haqda Brookings instituti tadqiqotida ma'lum qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil yanvaridan 2026-yil aprelgacha immigratsiya va bojxona politsiyasi agentlari AQShda 400 mingga yaqin kishini qo'lga oldi. Bu jarayon jami 205 ming bolaga ta'sir ko'rsatgan. Xususan, AQSh fuqarosi hisoblangan 146.635 nafar bolaning ota-onasidan biri yoki har ikkalasi hibsga olingan. Ham otasi, ham onasidan ajralgan bolalar soni esa 22 ming nafarni tashkil etmoqda. Jabrlangan bolalarning taxminan 36% 6 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Ota-onasi hibsga olingan bolalarning yarmidan ko'pi, 54% kelib chiqishi meksikalik, 25%niki esa Gvatemala va Gonduras fuqarolari hisoblangan. Ota-onasi hibsga olingan bolalarning keyingi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumotlar juda kam. Qonuniy yashash ruxsatnomasi bo'lmagan bolalar deportatsiya qilinishi mumkin, biroq ularning aksariyati AQSh fuqarolaridir. Ayrim holatlarda bola deportatsiya qilingan ota-onasi bilan birga ularning kelib chiqish mamlakatiga ketishi mumkin, ammo bunday holatlar soni bo'yicha aniq ma'lumotlar berilmagan. Bolalarni himoya qilish tashkilotlari hisobotlariga ko'ra, hibsga olinganlarning aksariyat farzandlari hozirda qarindoshlar yoki oilaviy do'stlari bilan yashamoqda. Epstein ishi: jinsiy jinoyatchining yangi qurbonlari. Fransiyada odam savdosi bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasida amerikalik moliyachi Jeffrey Epsteinning qurboniga aylangan taxminan 20 nafar shaxs aniqlandi. Ularning 10 nafari ehtimoliy yangi qurbonlar hisoblanadi. Bu haqda Euronews xabar berdi. AQSh Adliya vazirligi yanvar oyida Epstein hujjatlarini e'lon qilgach, Fransiyada tergov boshlangan edi. Tergov doirasida 10 ga yaqin ehtimoliy yangi qurbonlar paydo bo'ldi. Tergov organlari Epsteinning Fransiya hududida yoki fransuz fuqarolari ishtirokida sodir etgan ehtimoliy jinoyatlarini tekshirmoqda. Parij bosh prokurori Laura Bekoning aytishicha, fevral oyida jabrlanuvchilardan idoraga kelib o'z haqida ma'lumot berish so'ralgan. Bu ish bo'yicha 20 ga yaqin jabrlanuvchi murojaat qilgan. Fransuz tergovchilari 2019-yil sentyabr oyida Epsteinning Parijdagi hashamatli kvartirasida tintuv o'tkazgan. Ehtimoliy qurbonlar orasida Yevropa model agentligining sobiq rahbari Gerald Mari va marhum model agenti Jean-Luc Brunelga nisbatan guvohlik bergan ayollar ham bor. Mart oyida 15 nafar ayol Marining Epstein bilan ehtimoliy aloqalarini tekshirish yuzasidan tergov o'tkazish talabi bilan chiqqan. 2023-yilda tergovchilar Mariga nisbatan 1980 va 1990-yillardagi jinsiy tegajog'lik ayblovlari bo'yicha ochilgan jinoiy ishni da'vo muddati tugagani sababli yopgan. Brunel esa 2020-yilda hibsga olingan. U voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilish va amerikalik milliarder uchun qurbonlar tanlashda ayblangan. U 2022-yilda qamoqxonada o'lik holatda topilgan. 2 nafar sobiq model AFP agentligiga bergan intervyusida Daniel Siad ismli model agenti ularni 2000-yillarda Epsteinga, 1990-yillarda esa Mariga topshirish uchun tayyorlaganini so'zlab bergan. 2008-yilda Epstein 18 yoshga to'lmagan qizni fohishalikka jalb qilganlikda aybini tan olgan va uni choy qamoqda o'tirgan. Shundan so'ng shartli ravishda ozod etilgan. Epstein 2019-yil 10 avgust kuni jinsiy savdo ayblovlari bo'yicha sud hukmini kutayotgan paytda qamoqxonada o'z joniga qasd qilgan. Ma'lumot o'rnida amerikalik moliyachining qurbonlari orasida O'zbekistondan bo'lgan 2 qiz ham bor. Ulardan biri aynan Brunel tomonidan 18 yoshda New Yorkdagi modellik agentligiga yo'llangan Roza hisoblanadi. U 3 yil davomida Epstein uy qamog'ida bo'lgan vaqtda zo'rlanganini aytgan. Epstein fayllarida o'zbekistonlik boshqa bir qiz bilan 2012-yili boshlangan aloqalar va ular bo'yicha yozishmalar ham aks etgan. Qiz o'sha yilning 8-mart kuni milliarderga elektron pochta orqali xat yuborib, o'z holatini hikoya qilgan.